birinchi she'riyatga qanday qadam qo'ygansiz? Biz hali shoiralikka kirib keldikmi, kirib kelmadikmi bilmayman. Kirib keldim ham deya olmayman, chunki adabiyot ulug' dargoh, katta dargoh. Lekin umidimiz bor. Vaqtni elagidan she'rlarimiz o'tishidan umidvormiz. 4-sinfimda yozganman birinchi she'rimni. Keyin maktabimda shoira chiqibdi biz maktabimizdan deb juda nima deydi, qadrlab bir alohida boshqa sinfdoshlarimga qaraganda boshqacha nazar bilan qarashardi, yaxshi nazar bilan ustozlar. Keyin bir sotuvchi opamiz bordi maktabda, ovqat sotardilar, ya'ni Quva hayot gazetasi bor, bormaysanmi? Shu yerda to'garaklar bor, Zuhra Aliyeva degan shoira bor deganlar. Zuhra Aliyeva degan shoira bormi? Ha, rasmini ko'rsatdilar menga, gazetani berdilar. O'shanda bular mening qo'shqanotlarim deb ikkita shoira shogirdlarini, Go'zal opa bilan Hurmat opani bag'rlariga bosib tushgan rasmlari bor ekanda. Shuni olib kelib qayerga qo'yishni bilmaganman-da uyda gazetani. Ukalarim yirtib yormasin, chang tegmasin, har kuni ayamga ko'rsataman, mana shu ayolning oldiga olib boring. Keyin ayam olib borganlar topib. Keyin Nadimiy to'garagi bo'lyapti-kan borsak, hamma yaxshi she'r o'qigan. Keyin men she'r o'qiganman-da, she'rlarimni hali she'r emasligini bilib his qilasiz-ku o'zingiz. Keyin men bu to'garakka kelmayman qaytib deganman-da. Chunki maktabda oldi sizda u yoqqa borib eng boshlang'ich tursa bolaga yoqmas ekanda. Bola doim zo'r bo'lishni xohlaydi-ku. Endi 4-sinf bolasiman. Keyin ayam aytdilar, she'r yozmaydiganlarning orasida yaxshi bo'lgandan yozadiganlar orasida o'rtacharoq bo'lgan yaxshi. Lekin sen o'rtacha ijodkor bo'lmaysan, katta ijodkor bo'lasan. Qo'rqma. O'qishdan, izlanishdan qo'rqma, hayiqma deganlar-da. Keyin borishni odat qildik. Oltin qalam to'garagiga bordik, ayam olib borganlar u yoqqa ham. Keyin Toshkentga keldik. O'sha Toshkentga kelganimizda Do'rmon seminariga kelganmiz 2011-yil, 20 yosh edim. Toshkentni ko'rib hayratlarimiz ortib, albatta men shu yerda o'qiyman degan niyatlar bilan adabiy qozonda pishamiz, qaynaymiz degan bir maqsadlar bilan kelganmiz. Va shundan keyin xalqaro jurnalistika fakultetida tahsil oldim. Keyin magistratura bosqichini tamomladik. Bakalavrda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi birinchi kitobim loyihasida shu Mansur aka bilan birga 1 yilda kitobimiz chiqqan. Ularniki Oq orzularim, meniki Iqror nomi. Keyin ikkimizning ertaklarimiz degan birgalikdagi kitobimiz chiqdi. Shunaqa. She'r yozishga yoki umuman shoirlikka undaydigan har kimning o'zining sabablari bor-da. Kimdadir o'sha bir ilohiy tuyg'ular tinchlik bermasa, kimdirni aytadigan so'zlari bor, yana kimdirni qandaydir dardi bor, undaydi shoir bo'lishga. Sizni nima undagan? Jim yurish tinch qo'ymagan bo'lsa kerak. Shu shoir boshqacharoq ko'radi baribir olamni. Boshqacharoq his qiladi. Savollar tinch qo'ymagandir. U payt endi biz 4-sinf bola xalqda dardi nima, orzu istaklari nima tushunmaydi. Kitoblarni o'qib, buvimni ertaklari juda katta hissa qo'shgan deb o'ylayman. Masalan, maqolsiz gapirmasdilar-da. Birorta so'zini albatta maqol, ibora yoki mashrabni yod bilishlari. Mashrabda masalan Namangan shahridan ketsam, mani yo'qlar kishim bormi? G'ariblik shahrida yursam, mani yo'qlar kishim bormi deydi-da. Buvimni tilida, u buvimnikimi, u xalqnikimi men bilmayman. Bu tillardan eshitganman. Bu dunyodan o'tar bo'lsam, mani yo'qlar kishim bormi? Mani yo'qlar kishim bo'lsa, jahon bilan ishim bormi deb aytardilar-da. Bu juda katta narsa. Biz tushunmay yodlaganmiz. Keyin mag'zini chaqib vaqt boradigan narsalar va buvimga o'xshashga harakat qilgandirman ehtimol. Qaysi dolzarb mavzularda ijod qilishni reja qilib qo'ydingiz yoki bo'lmasam bir maqsadlaringiz bor? So'nggi 1 yil juda ulg'aytirdi-da. Meni
juda katta dars berdi, juda katta zarba berdi. Lekin shukur, nolimaymiz. Va yillar juda tez o'tib ketib qolishini his qildim. Mana aytadi-ku, umr ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi deydi-ku. Ba'zan ko'zingizni yumib ochishga ham ulgurmaysiz-da, rostdan ham umr o'tib ketib qoladi. Shuning uchun shoir odam so'zi bilan yengish mumkin vaqtni. Yozish bu yashash-ku. Yoki Misr ehromlarini qarang, ko'pi qumdan qurilgan. 5 asr, 6 asr bo'lyapti. O'rtachalariga hamda mana shuni qurgan odamlar hali ham yashayapti deb o'ylayman men masalan. Va shu savolingizga bir she'r orqali javob bermoqchiman. O'zimni she'rim orqali kim aytgan dunyo chodir, umr daryoga timsol, balki baliqchi choldir, balki kampir xasta hol, tanda tugaydi quvvat, ko'rolmassan ko'z bilan, so'zsiz yenguvchi vaqtni yengish mumkin so'z bilan. Va vaqtni so'z bilan yengish uchun yaxshi narsalar yozishimiz kerak, katta narsalar yozishimiz kerak. Usmon Nosir deyarli bizni yoshimizda vafot etgan, bu dunyoni tark etgan, lekin undan qanaqa chiroyli romanlar qoldi. Kiprigi ko'ksiga soya solgan qiz, bitta satrni qarang qanaqa go'zal. Bitta satr bilan qizni qanday go'zalligini isbotlab qo'ygan ijodkor, to'g'rimi? Shunday biz ham tarjimalar qilishimiz kerak. O'zim ham tarjima qilib boraman va hozircha turk tilidan, o'zimiz tilimizga yaqin ingliz tilidan qilishimiz kerak, o'qishimiz kerak. Bu yangi nafas degani, chet el adabiyoti, jahon adabiyoti degani va bizni jahonga olib chiqsa arziydigan ijodkorlarimiz bor. Ularni olib chiqish kerak. Katta dostonlar yozishimiz kerak, turkumlar yozishimiz kerak. Shu bitta barmoq vaznini yozarkanmiz deb, bilarkanmiz deb barmoqda yozishni o'zi ham kamlik qiladi hozir menimcha-da. Shunaqa niyatlarimiz bor, Xudo xolisa taqdim qilamiz elga. Hozirgi o'quvchilar she'riyatdan nimani kutishmoqda? Ular izlagan mavzu. Og'ir savol. O'sha samimiy tuyg'ular, o'sha gumanizm, vatanni sevish kerakligi. Vatanni sevish degani albatta bu vatanga xizmat qilish kerak, lekin bitta oilani gullatib qo'ysangiz ham shu vatanga bir baxtli oilani, baxtli farzandni yetishtirib berishingiz ham bu vatanni sevish deb o'ylayman-da. Va mana shunga harakat qilyapti bugungi ijodkorlar, bugungi o'quvchilarning ham saviyasi o'sgan. Hozir o'quvchilarni oddiy she'r bilan aldab bo'lmaydi. O'quvchilar ham o'sib boryapti. Shoir 2 karra, 3 karra o'sish kerak o'quvchilardan baland. Nima o'zida bor odam bera oladi-da, o'zida yo'q odam bera olmaydi hech narsani. Shoir umid urug'ini ekish kerak, Mansur aka aytgandek. Umid urug'ini eksa albatta meva beradi. Istagan mevasini beradi ijodkorlarga, o'quvchilarga. Ijoddan tashqari qandaydir hobbilaringiz, qiziqishlaringiz? Albatta hozir sayohatlarni yaxshi ko'raman. Yoqadi. Dengizlarni ko'rsangiz, tog'larga chiqsangiz, bir Xudoni anglatadi-da, hamma narsa beixtiyor shukr deb borasiz. Dengizni qarang. Sayohatga chiqish yoqadi, lekin mening bolalarim yosh, hozircha chiqa olganim yo'q. YouTube'da ko'raman, sayohat ko'raman. Yoki tarixiy narsalar ko'proq o'qiyman, mumtoz narsalarni ko'proq o'qiyman. O'qishdan tashqari bolalarimga yaxshi ko'rgan ovqatini pishirib berishim men uchun bitta hobbi. Raqsga tushamiz bolalar uchun, sog'lom bo'lish uchun. Qizimni gimnastikaga olib boraman. Mana birinchi o'rinni olib keldi yaqinda, kichkinagina musobaqachasi bo'lsa ham menga katta narsa berdi. Bolalarimning vaqtini to'g'ri taqsimlash, ularga yaxshi parvarish qilish, yaxshi bir nimalar pishirib berish ham bitta hobbi hozircha men uchun. Kitob o'qishdan tashqari bu kitob o'qish hobbi emas, doimiy kundalik rejim men uchun.
Keyingi ijodiy rejalaringiz haqida ham o'quvchilarga deymizmi, tomoshabinlarga aytib o'tsangiz. Rejalar ko'p, xudo xohlasa. Ana shu avvalo Mansur akani she'rlarini xalqqa yetkazish, kitoblarni chop etish nafaqat o'zbek xalqiga, balki mana Umar Xayyomon 144 tagina ruboisi bilan qolganda tarixda va har yili Yevropa davlatlari ayniqsa qayta chop etib, O'zbekistonda ham mana stolimiz ham Xayyom turibdi, chop etilyapti, o'qilyapti. Mansur akadan yaxshi narsalar qoldi, tarix arziydigan narsalar qoldi. Ularni jahon adabiyotiga olib chiqish, keyin o'zim tarjimalar qilish, o'zimni ijodimda katta dostonlar, turkumlar, chiroyli turkumlar yozish niyatimiz bor. Asqat Muxtor aytadi, shoir deydi, bilimdon bo'lish kerak deydi. Har tomonlama bilimdon bo'lish kerak. Siyosatni ham bilish kerak deydi. U ba'zi bir ijod vakillari kirib keladi, aytadi, biz ijodkormiz, biz faqat go'zallikni sevuvchi qatlammiz, biz siyosatdan yiroqmiz deyishadi. Yo'q deydi. Lekin sizga shunaqa kirib keladi, lekin o'zlari siyosat bilan tish tirnog'iga qadar himoyalangan bo'ladi deydi. Siz o'zingizni dushmaningizni bilmasangiz, do'stingiz kimligini bilmasangiz, raqibingiz kimligini bilmasangiz, qanday qilib u bilan she'r aytish mumkin? Qanday qilib siz uyingizga olib kirishingiz mumkin? Dushmaningiz bo'lishi mumkin-ku. Adabiyot orqali kirib boradi. Afsuski, yaxshi narsalar badiiy adabiyot orqali keladi, lekin xufiyoniy zararli fikrlar ham, g'oyalar ham adabiyot orqali kirishi juda oson. Shuning uchun xalqni uyg'otadigan, avvalo o'zimiz uyg'onib, har doim uyg'oq bo'lib, xalqni uyg'otadigan narsalar yozish. Halima Xudoyberdiyeva aytadilar, ustozimiz, yelkam xalqim yelkasiga tegib turmog'i uchun mendan har ne lozim bo'lsa, barchasiga tayyorman deydi. Mana shu zamon bilan hamnafas bo'lib, unga labbay deb javob berib, xalqni istaklarini yozib, uyg'otib, shunaqa chiroyli narsalar qilish meni vazifam. Masalan, arxitektor asrlar ta'sir qilmaydigan arxitekturni binolar bino qilsa, unga zilzila ham ta'sir qilmasa, unga suv toshqinlari ham ta'sir qilmasa, tasavvur qiling, bu zo'r-ku. Shoir vaqt ta'sir qilmaydigan narsalar yozsa, hamma hozir dunyoni o'zgartirish bilan banddek tuyuladi-da. Men ham shunaqa bo'lgandirman qaysidir yillari, lekin men o'zimni o'zgartirmoqchiman. O'zimni ustimda ishlamoqchiman. Tuyg'ularim ustida, ya'ni ko'proq o'qib, ham ilm, ham badiiy jihatni birlashtirib, uyg'unlashtirib, mana masalan 18-19 yoshda hamma she'r yozadi, muhabbatni kuchi bilan. Lekin unda bilim bo'lmasa, sayozlashib o'zini o'zi takrorlab qo'yishi mumkin. Va tabiiy hol bunaqa narsani, bunaqa jarayonlarni ko'pini ko'rdik, biz o'qidik ijodkorlarimiz taqdirida, afsuski. Ilmni ham birlashtirib, ijodni ham birlashtirib, yaxshi narsalar berishdan va mana shu so'nggi nafasim qadar xalqqa xizmat qilishga tayyorman. Hech bo'lmaganda mana shu xalqimiz uchun, millatimiz uchun yaxshi farzandlar, eng avvalo yaxshi farzandlar, yaxshi kadrlar tayyorlab berish eng oliy vazifam va Xudodan shuni so'rayman doim.